Sizlar uchun maxsus Aziz akamdan obzorni zo'r ekan aka, bitta tanishib o'ting. Aka mana qarang. Ko'pchilik bizani tanidiganlar ham bor, tanimaydiganlar ham bor. Bloger juda ham ko'p mana bozorda. 90% tushunmaydi, nima reklama qilyapti. Aka mana shuni 15, 3000, 2000 qiladi. Buni oldi yorilganmi, ko'ti uzilganmi, necha o'zi kraskasi bor, o'zi fahm farosati ham ishlamaydi. Xafa bo'lsa ham aytaman. Ana shunday. Nexia'ni birinchi navbatda mana ana shu qo'ltig'i yorilmasligi kerak mana. Chashkasi yorilmagan bo'ladi. Usilitel eng muhim qismi. Usilitel aralashmagan bo'lishi kerak. 16 beryapsan. Ha, masalan bor 16 uzilib ketgan 3000 ga ham bor. Lekin bozorda narx tushdi deydi-kanmi? Bozorda narx tushmaydi. Yaxshi mashina narx tushmaydi, chunki hamma yaxshi pulga sotish xohlaydi. Yili 16 oldi umuman yorilmagan, umuman yorug'i yo'q. Luks, konditsioner, luboy ustiga olib ketadi, ko'rsatadi. Ikkinchi navbat mana. Luboy eshiklarni mana. Shuni ochamiz, luboyni mana stoykasini ham bemalol tekshirib ko'rasizlar, umuman yorug'i yo'q. Kraskasi ikkita eshigida bor. Polностью salonlarda lasetti rol, chexol, pollik, hamma narsa qilingan, mashinada texnik umuman ishi yo'qdi. Bagajda bosaman. Hadovoymi, motormi, Bagajda bosaman. tablomi, pechkami, konditsionermi, hammasi ishlaydi. Plus mana bagajda umuman DTP bo'lmagan, hammasi o'zini rezinkalarda tutdi. Mana bu yeri, mana bagajda tagini ko'rsating. Mana shunday. Ana, taglari ideal holatda. Prosta agar kuzovi zo'r mashina bo'lsa, nesh pul tiqsa ham maza qilib minadi. Agar u yog'i urildi, alishdi, oldi yorildi bo'lsa, million tiqsa ham foydasi yo'q, kayfi yo'q bu mashina, yurmaydi bu baribir. Luboyni ochib ko'rib, pultlari ham, pulta balonlari ham hammasi ideal holatda. Aziz aka, kim olsa, ayting endi buni. ana shu Gamburgacha ham sovg'a. Ikkilaringni Gamburga sovg'aga ekan. Mashina narxini 4700 qilib beramiz, oxiri tochkasi, chunki mashina ideal holatda. Yili unaqa harom emas. 15 ga 16, 13 ga 12, toza 16. Texpasdan egasi ham hammasi 16. Telefon nomeri 90lik 250 3509. Halol mashina olasizlar. Imkon boricha oformlayni, chunki generalga ishonmanglar. Harom odamlar juda ham ko'p. Qarzini ham to'laysizlar, musorni ham to'laysizlar. Shunday. 2-3 million qimmat. Mansaga yotsaga lichini ham to'laydi. Ha, aka odamlar yomon bo'ldi. Aka, rahmat sizga, nasib bo'lsa sotiladi. Nasib, xudo xohlasa.